أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz bugün kitabımızınki birinci çoğun temisi El-Adilla El-Şer'iyyeninki 4. türe 4. kısmı El-Delilul Hamis El-İstihsan degan mazmunga keldik. Biz ilgari her derste tekrarlab kelganimizdek kitabımızı çoğun cihetden 4 bo'lib olgandik. Birisi El-Adilla El-Şer'iyye, yani birisi El-Ahkam El-Şer'iyye, yani birisi El-Qavaid El-Usuliyye El-Lugaviyye, yani birisi El-Qavaid El-Usuliyye El-Teşri'iyye deb şu usul fıkıhga dair kitabımızı çoğun cihetden 4 bo'lib olgandik. Bunun içindeki birincisi El-Adilla El-Şer'iyyeni 10 çoğun delilge bölgendik. Bunun içinde El-Kitab, El-Sünne, El-İcma, El-Qiyas sözlünüp tügüde. Şu 10 delilinin, 10 şer'i delilinin içindeki 5. delil El-İstihsan. Bugünkü dersimizdeki sözlünüdüğün temileri birisi istihsan degan nima? Bunun lugatan ve istilahan, şer'an ta'rifati, undan keyin istihsanning turlari, undan keyin istihsanning hujjatlik masalasi, undan keyin istihsanni hujjat qilmaydiganlarninki bu jihatga shubhisi, uning berilgan raddiya qatorliq masalalar haqida to'xtalamiz. Istihsanning ta'rifatiga kelsak, al-istihsan fil lugha. Lug'at jihatda istaf'ala bobidan chiqarilgan bo'lib, bir narsani mandaq deb qarash degan ma'noda, ya'ni addu shay hasanan, ma'lum narsani yaxshi deb hisoblash. Ya'ni oldimizga bir ikki tanlash qo'yilsa, biz ikki tanlashning birini yaxshi deb qarab, birini tanlashni nima deb ataymiz? Istihsan deb ataymiz. An usuliylarning istilahida istihsan ikki turlik bo'lib, biz ta'rifatini şu ikki turlik istihsanningki mazmuniga mos shaklda ikki xil uqum bilan ta'rif qilamiz. Shunga turdi istihsan deganimiz usuliylarning nazarida huwa udul al-mujtahid an muqtada qiyasin jalliyin ila muqtada qiyasin khafif. Mayagacha bir ta'rifat. Aw yaki an hukmin kulliyin ila hukmin istisna'i li dalilin in qadaha fi aqlihi rajjaha ladayhi hadha al-udul. Ma ikkinchi ta'rifat. Ya'ni istihsan deganimiz mujtahidninki qiyos jalining taqozzosidir. Ya'ni hamma bilan yoki normal mutabadir kallan kelgan qiyos bir xil hukmni chiqargan bo'lsa, inchki kuzish orqali asli buningdan boshqa, ya'ni kuchliroq bir qiyosning borligini bayqadi mujtahid. Meyada bir zahir qiyosdan bir suva. Zahir qiyos degani kallaga tiz keladigan, buning hukmi mandag'u deydigan tiz qiyos hamdi. Amma mujtahid buning dalillariga, asli far'ilariga, illatlarga, hukmul asliga cho'nqur nazar tashlash orqali hozir kallaga tiz kelgan maqiyosdan yana bir qiyos, ammo u yana bir qiyos tizdan o'qilmaydi hamdi. İzlengandan keyin, bahs qilgandan keyin oydinlashadi. Qiyos dalil jihatdan ma'nodan kuchlikdan ekan deb qarab, qiyosning hukmidan chiqib, qiyosni asosini tutgan bo'lsa, buni biz istihsan deymiz bir ta'rifatda. İstihsan ikki xil bo'ldi. Buning birinchi xilisi mandaq shakl. Qay takrorlasak, ya'ni oshkora qiyosdir. Oshkora qiyos degani hamma o'qidigan. Yoki unda tushunmasak, kallaga tiz kiradigan, mutabadir fahmuhu ila zihn, ya'ni uning tushunchisi kallaga tiz kiradigan. Qarmoq qilam, buning hukmi ma'g'u digiluldigan. Mundaq qiyosdan bahs qilishning natijasida uningda mukshlik bo'lgan, ammo damalliq tushunilmaydigan, damalliq kallaga kelmaydigan yana bir yushurun qiyosga chiqib, qiyos asli buning hukmi emas ekan, ma'u uning hukmi ekan deb qiyosni tanlashni bayatında do'qi lug'at jihatda addu shay hasanan do'qi ikki qiyos va oldida birisi mutabadir fahmuhu, ya'ni birisi bahsi izlangandan keyin keladigan qiyos. Qiyos qarg'a vaqtda qiyosni to'g'ri ekan, kuchlikkan yoki rojih ekan deb tanlig'ini qiyosdan chiqib qiyosga kirgani nima deb ataladi? Istihsan deb ataladi. Qiyosning ikki turining birida. Yoki kulli hukmdan, kulli hukm degani am hukmdan birisi bor.
Bunun ichiga nurg'ulg'an afrodlar kirdigan, avmu kirdigan. Hammasi kirdigan bir hukm bor. Mushu nuqta bo'yicha aytgan vaqtimizda biz hozir bahs qilmoqchi bo'lgan tema mushu kulli hukmning tahtiga kirgandamda. Ammo mujtahid iznish orqali dalildan birini topdi-da, mushu kulliyatlarning ichidan ma'lum bir juz'iydan birini shu dalilga tayinib turib, ma kulli am hukmning ichidan chiqarib oldi ekanmiz deb, kulli hukmdan bir hukmni ma'lum dalilga tayinib chiqarib olgan bo'lsa, yani ma juz'ining hukmi al kullining hukmi bilan o'xshamaydi deb mana anidan ayirib qaragan bo'lsa, mana bu mu istihson deb ataladi. Istihsonning ikkinchi turi. Shu ta'rifatda yoki mujtahidninki chiqib ketishi nimadan? Kullining hukmidan bir juz'ining hukmiga. Kulli bir hukm bor. Nurg'un afrodlarni o'z ichiga oladigan. Buning uchun ma'lum bir faktni tatib chiqib, ma'lum hukmi al kulli hukm emas. Nimishqa li dalilin bir dalilga tayinib, bir dalil jihatindagini bir dalilga tayinibki, bu dalil mujtahidning aqlida paydo bo'lgan, inqadaha degani zohir bo'lgan va mushu dalil mujtahidning nazarida mushu chiqishni tarjih qilgan. Ma dalil majuziyatning hukmi al-kulliyat emas. Kulliyatning hukmi emas. Ya'ni majuz'i al-kulliyatlarning tahtiga kirmaydi hukm jihatda deganni ta'kidlagan bo'lsa, mujtahid ma dalil kuchli ekan deb ma kulli hukmning ichidan ma'lum bir juz'iy voqelikdan birini chiqarib olgan bo'lsa, buni biz nima deymiz? Istihson deymiz. Unda olganda xulosligan vaqtida mujtahid oshkor qiyosdan maxfiy qiyosga kuchli bir dalil tufaylidan chiqqan bo'lsa, yoki kulli bir hukmning ichidan ma'lum juz'iyatdan birini chiqarib olib, juz'iy masalaning ayrim hukmiga ma'lum bir dalil tufaylidan chiqqan bo'lsa, mana bu ikki turining bo'ladi, kulliyat, istihson bo'ladi. Bunda istihsonning ta'rifatidan istihsonning ikki turi oydinlashdi-da. Abdur hamda texim yuqoridagi ta'rifatni izohlab, aslidagi abzasda izohat beryapti. Faida uridat waqi'a. Bir vaqalikdan birisi o'tirib qo'yildi. Ya'ni oldimizga duch keldik. Va lam yarid nassun bi hukmiha. Bu vaqalikning hukmini bir nas atkamidi. Endi bu vaqalikdagi nazarning o'xshamagan ikki yo'li bor. Ikki hukmi bor degan gapda. Ya'ni ikki qisqa tayinib hukm chiqardi. Mayda naskami degandan keyin lam Qur'on, hadis bundan nima bo'ldi chiqib ketdi. Ya'ni qiyosni demakchimdi. O'xshamagan degandan keyin ijmo chiqdi. Chunki ijmo degan nima? Muttafaqun alay. Anda olganda navbatdan keldi, qiyosga keldi. Unda hozirgi vaqtda oldimiz bir voqelikninki qiyosdan ikki dalili bor. Ya'ni ikki hukmi bor, ikki dalilga tayinib. U ikki yo'lninki birisi oshkor yo'l bo'lib, bir hukmni taqozo qiladi. Bir qiyos uning hukmi mandaq bo'lsin deydi. Va yana bir yo'l degani, yana bir qiyos, yana maxfiy bo'lib, bu yana bir hukm taqozo qiladi. Endi mujtahid qiyos ma qiyosning hammani qana qilish orqali, bahs qilish orqali, qiyosni, ma qiyosni bahs qilish orqali qama bi nafsil mujtahid. Mujtahidning qallisida dalilun bir dalil maydonga keldi, turdi. Va rajjaha vijhatan nazar al-khafiyya. Ya'ni ma dalil mujtahidning qallis paydo bo'lgan ma dalil xafi yo'lninki, xafi qarashning dalilini yoki kuchini yo'llarini kuchlantirib qarab taqib qallis bir dalil paydo bo'ldi. Dalilga tayinib obda nazar tashlasa, ikki qiyosning ichidan damallik kalimiz qilgan oshkor qiyosdan tasroq o'yinish bahs orqali qiladigan maxfiy qiyos sal kuchliroq ekan. Abdurning mujtahidning qalbida mush ahvol shakllandi. Shuning bilan fa'adala an wijhatin nazar az-zohira. Oshkora qarashning yo'lidan chetnab chiqdi. Mana biz buni shar'an istihson deymiz. Bu bir qismi. Va yana shuningdek bir hukm kulli edi. Iza kana al-hukm kulliyan, bir hukm kulli bo'lsa, mujtahidning qalbida bir dalildan birisi bo'lib, qama degan zahara oshkora bo'lib yoki paydo bo'lib, bu dalil mushu kulli hukmning ichidan bir juz'iy hukmdan birini ayirib chiqarishni taqozo qilsa va u juz'iyatga boshqa bir hukm bilan hukm qilishni taqozo qilsa, buni musharan istihson deb ataladi. Unda olganda qaytadan xulosalasak, istihson cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Bu ikkisining ta'rifatini umumda qilgan vaqtda ta'rifatning ichida ishlatish to'g'ri keladi. Ya'ni istihson degan nima bo'lsa, mujtahid qallisda paydo bo'lgan bir dalilga tayinib turib, masalan bo'lsin, dalilsiz bo'lib qolsa bu xohish bo'lib qoladi. Bir dalilga tayinib turib, oshkora qiyosga maxfiy qiyosni tarjih qilgan bo'lsa,
Ya'ni ikki qiyos va oldida bir masalaga qarata, buning birisi oshkora. Dahmonlik qiladigan. Yana birisi xafiy, izlangandan keyin bahsi tahqiqdan keyin keladigan. Endi mujtahidning kalisiga dalil ma xafiy qiyos, oshkora qiyosga qarag'an vaqtida sal kuchliroq deganni taqozo qilgan shunga tayinib turib, oshkora qiyosni tashlab, xafiy qiyosni tutib, shu bo'yicha masalaga hukm qilgan bo'lsa, bu bir yoki kulli hukmdan ma'lum bir dalilga tayinib juz'iyatdan birini qanday qilib olgan bo'lsa, chiqirib olgan bo'lsa, mana biz buni nima deymiz? İstihsan deymiz. Anagan istihsan o'zining ikki qismi bilan yuqoridagi ta'rifatlar ta'rif qilinsa bo'ladi. Endi istihsanning turiga kelsak, mana qiyin emas istihsan, shuni tezroq o'tib ketamiz. İstihsanning turiga kelsak, istihsanning ta'rifatidan shar'an şu aydınlaştaki istihsan iki turu buludu. Onun birisi maxfiy qiyasni, xafiy qiyasni, jali qiyasqa dalil bilan qana qilish, tarjih qilish. Yana birisi juz'iy voqealikdan birini kulli hukmning ichidan ayirib chiqarib verish, ma'lum bir nimaga tayinib turib, dalilga tayinib turib. Buning o'zi istihsan iki turu bo'ladi. Masalan, birinchi turning misolidan birisi, bir necha misolni kelamiz, shu misollar orqali aydınlaştıramiz. Hammasi misol. Hanefi fuqahalari shuni iniq o'tirib qo'ydiki, vaqf qiluvchi terilg'u zamindan birini vaqf qilsa, yo'l haqqi masilligini, yoki suv akilish haqqi degan gap. Sug'urish haqqi va minish haqqimi, shu minish haqqi vaqfining ichiga agashma shaklda, tabian degani avtomatik demakchi. Agashma shaklda tilga olmasimi istihsonan kirib ketadi. Oxirida istihsonan kirib ketadi degan gap bizga bayatdagi ta'rifatni qaytadan o'ylanishga taqozo qildi. Mushu hukm bayatm degandek oshkora qiyos bilan xafiy qiyosni solishtirib, xafiy qiyos kuchlik, oshkora qiyos marjuh bo'ldi deb qarab, oshkora qiyosni tashlab, xafiy qiyosni tutqandan chiqarilgan hukm. Unda bo'lsa, mushu hukmning chiqarilish ahvoliga qarayli. Asli manda qiyos degani asli zohir qiyos bunda bo'lishi kerak-da. Bular bayatdan haqqul masil, haqqul shurb, haqqul murur deganlar asli shuningga aniq ishorat qilishdan kirish kerak savdoga o'xshash. Buni asli normalda vaqf degandimi bir odamning mulkininki o'zining ma'lum bir odamning mulkining o'zining ig'dorchilik doirasidan chiqib ketishi bor. Bu nuqtada bu savdoga o'xshaydi. Xuddi men bir zaminimni satsam, zamin mening ig'dorchiligimdan chiqib ketadi. Vaqf dedimi, vaqf qilgan narsa shu vaqf qiluvchining ig'dorchiligidan chiqib ketadi. Mana nuqtada bu savdoga o'xshaydi. Savdoga o'xshagandan keyin buning juz'iyat parcha furuat hukmlarimi savdoga o'xshash kerakki, savdoda men bir zaminni satsam, bu zaminning yo'li bu zamanın su akıladigan eriq, masalan o'stan qatorliqlarning hammasi savdo bitishgan vaqtda desak, şu zaminning ichiga savdo bilan birga kiradi. Agar deyishmay, mush bir parcha zaminimni sotdim, deblam deyishgan bo'lsak, yo'lni qaytadan deyishimiz, ichimlik masalasini, sug'urish masalasini qaytadan deyishimiz. Anadan keyin baytan qil vaqtini savdoga qiyos qilsak, shunday bo'lishi kerak. Bir odam bir parcha zaminni vaqf qilgan bo'lsa, uningga eriq kirmasligi kerak, yo'l kirmasligi kerak. Ma'vo normal qiyos. Ammo bu yerda ma'nodan boshqaroq bir qiyos qanday qilinib qoldi, chiqib qo'shliroq. Qanday desa, istisnon o'ylaganimiz maxfiy qiyosning dalili ma'o, maxfiy qiyosning shakli ma'o. Endi vaqfdan maqsad, vaqf qilingan narsani qanday qilish, manfaatlanish. Endi savdodan maqsad ig'dorchilik. Balkim ba'zilar manfaatlanishni o'ylamay, mulk saqlab qo'yay, pul saqlab qo'yib erishim mumkin. Manfaatlanish degan nuqtada vaqf savdodan sal farqlanadi. Unda olgandan keyin bu yerdagi terilg'uzum bilan manfaatlanish cho'qim sug'urish, su akilish va yo'l bilan andan keyin bo'ladi. Unda olganda terilg'uzumni vaqf qilishdan bo'lgan asosiy maqsad yuqorgi narsalar bilan amalga oshiradigan bo'lg'achqa, agar shular bo'lmasa, ma'ni vaqf qilganning hech qanday ahamiyati bo'lmaydigan bo'lg'achqa, men boshqalarga manfaatlanishni deb vaqf qildim degachga, manfaat shuning qarashda qo'yib qolgan vositalarni avtomatik holatda so'rab kiradi-ki, bu narsalar fatadxul degani yuqorqi shurb, masil, tariq deganlar vaqfning ichiga tilga olmasimi kiradi. Chunki maqsad mushlar bilan amalga oshadi. U jihatda bu ijoraga o'xshaydi. Masalan, men bir zaminni ijara oldim. Ijara olishga maqsadim beka-beka yilda pul to'lamayman uning ijarasini. Cho'qim mush yil foydalanib andan keyin pul to'layman. Foydalanish nimaga qarashib qo'yib qolsa,
Aşu icari ağa vaqtındaki toxtamda tilg'i asammo, amısammo. Mesela zeminne toxtam qilgan vaqtda, əmisi manchi kvadrat metr zeminne men palan naxundan bir yillik ijaraga aldım degan vaqtimda ayaqlarini, yo'llarini dimmisammo avtomatik ijarani chekirdi. Xo'sh, ana olganda vaqfe mulkning yetkilish nuqtasidan savdoga o'xshasa, manfaatlanish asos degan nuqtadan ijaraga o'xshaydi. Damonliq odamning qalbisi savdo qiladi. Lekin taqiqlagandan keyin vaqfining asosiy maqsadi manfaatlanish bo'lg'achqa, ma nuqtada bu savdodan makroq ijaraga o'xshagan bo'lg'achqa, ijarada ashu yuqorqidek foydalanish vositalarini tilga olmasimi, ijara bilan avtomatik ichiga kiradigan bo'lg'achqa, mushu nuqtaga qiyos qilinib, vaqfida mushu narsalar avtomatik holat ichiga kiradi. Undaganda vaqfidagi hukmni asli savdoga qiyos qilib chiqarilish qilib tiziladi. Lekin izlangandan keyin vaqfa savdoga qarag'an vaqtda ijaraga bakroq o'xshagan bo'lg'achqa, buni ijaraga qiyos qilamiz, ma'nosida buni tahdid kiradi deb biz oshkor qiyosdan xafiy qiyosga qana qildik o'tdik. Abdur buni tushuntirib berdi. Bedik oshkor qiyos vaqfini mushu ishda savdoga qana qilish, ilhoq qilib o'tishni qiyos qilish. Ilhoq deb shu qiyosning atalg'usi. Chunki u ikkisidan har biri mulkni o'zining malikining igdorchilik huquqidan chiqaritish var ish. Mana bunga o'xshaydi. Ammo xafiy qiyos savdoni mayada ijaraga qo'shib o'tish. Ijaraga bek o'xshaydi, ijaraga qiyos qilin. Chunki bu ikkisining har biridan maqsad manfaatlanish. Unda olganda manfaat vaqtida bakroq asos o'rin turg'achqa, manfaat savdodan bakroq ijarada tepiladigan bo'lg'achqa, shu nuqtadan vaqfi ijaraga qiyos qilinadi. Shuning bilan ijarada, masalan, ziminlan atyanligini ziminlarni ijara qo'yishda masil, shurb, tariq deganlar tilga olmasmi kiradigan bo'lg'achqa, ya kiradiganga o'xshash, ziminlarni vaqf qilishdimi tilga olmasmi kiradi deb biz oyaga qiyos qilish, mayaga qiyos qilishga yo'tkalib chiqdik. Mana buning o'zi oshkor qiyosdan maxfiy qiyosga chiqqan misol. Bu bir misol. İkinci misalda, yani şu Hanefi fuqahalarının fiqh misalından birine kelimiz. Hanefi fuqahaları şunu iniq işaret qilib, şunu iniq ko'rsatdi ki, ağuchi, satquchi va setu ağuchi malni qo'lga elishdan ilgari pulning miqdori haqida tanishib qopdi. Masalan, men bozorga borib bir kitobdan birini olaman deb kitobchidan deyishibdimi? Hamiz oldim ekan deb kitobni qo'limga olmay turib, men 10 koy birman desem satquchi, men 9 koy birman desem satquchi 10 koy birsa debdi. Tamam, mana uni diqqat qilinglar. Kitobni qo'limga olmadim. Lekin men 10 koylab puldan birini berib, men 9 koy debdim, satquchi 10 koy debdi. Men bir masala bor. Esingda bo'lsin, ma datalash, nabi o'g'an kitobni qo'lga elishdan ilgari yuz berdi. Shuning bilan satquchi kitobning pulisi 100 junay debdi. Setuvag'uchi 90 junay debdi. Qanday hukm chiqaramiz anda bo'lsa desa, istihsonan, hozirgi bugungi o'qilgan istihsonga tayinib, ikkinchisi da'vo dasturidagi qoidani buzib turib, qasam qilib deymiz. Auto masalan sotchini oldirib qolgan, pulni bir pulni bir gap bor emasmi? Malni bermaglik 10 ko'yn 100 ko'yn berib qo'yganda, kitobchi yo'q 100 ko'y sotgan men sizga deb turyapti. Men yo'q 90 ko'yga sot oldim, men uni qaytarib 10 ko'yn debdim. 10 ko'yni qayta debdim. Avu qaytamayman. Mamma kitob uning qo'lida, taxe, qulamga olmoqliq. Pulni berib bo'ldim, apach pulni qaytarish kerak. Mushta vaqtda istihsonan qasam qilishidir. Buni masalasi manda. Asli oshkor qiyos bo'yicha, oshkor qiyos deganimiz normal fiqhdagi mujaddidagi qoida ishkadam davolashib qolsa, da'vogar paket keltirdi. Da'vogarning paket bo'lmay qolgan vaqtda qarshi taraf javobgar deymiz, bu qasam qiladi. Bir taraf paket, bir taraf qasam. Hozir paket yo'q hech kimda. Chunki hech kim o'zining 100 qo'ydiganligiga, qarshi tarafning 10 qo'y deyishganligiga paket yo'q. Ana vaqtda qasam qilish babida qasam qilish kimning ustiga kelish kerak? Qaranglar. Asli qiyos, oshkor qiyos sotquchi qasam qilmaslik kerak. Chunki sotquchi ziyodatlikni da'vo qildigan odam. Da'vogar bo'ladi. U o'simni 10 qo'yni men senga bermayman debchi. İnkar qilgan mushtari sotuvni inkor qildigan odam. Unda o'ganda qoida bo'yicha paket da'vogarning ustiga, qasam inkor qilgan odamning ustiga edi. Unda o'ganda maqoida bo'yicha sotquchi 10 qo'yni talab qildigan odam bo'lg'achqa
10 koyni talab qildigan odam bo'lg'achqa da'vogar esa u qasam qilmaydi, inkor qilg'uchi 10 koyni rad qildigan odam bo'lg'achqa, inkor qildigan odam bo'lg'achqa, sotuvchi u qasam qilish kerak. Undaganda sotuvchiga qasam yo'qdi. Lekin biz bayatdan istihsonga tayinib har ikkilisini qasam qilib dedik. Ana o'z bu yerda tayangan xafiy qiyosimiz qaysi bu desa, vajhul istihson. Bu yerda qo'llangan xafiy qiyosimiz sotuvchi ortiqqa nisbatan zohiran da'vogar. 10 koyni men bir ishim kerak deganga nisbatan bir da'vogar. Ammo sotuvchininki mabini topshirib elishdagi haqqini inkor qiluvchiki 94 bo'lgandan keyin. Pul emas, bunga nisbatan sotuvchida ikki xil sifat hozirlanib qoldi. Birisi 10 koyni beradi deganga. Bagini 90 koy olgandan keyin 10 koyni beradi degan da'vatdi va 10 koyni beradigan qarta da'vogar. Da kitobni bermagan. Sotuvchi, sotuvchi bermagan bo'lg'achqa u agar kitobni 10 koyni 90 koyni berib oldim degandan keyin yo'q kitobni bermayman deganga nisbatan inkor qiluvchi. Undaganda sotuvchida ikki xil sifat shakllanadi. Birisi da'vogar, yana birisi inkor qiluvchi. Tamommi? Da'vogari 10 koyni ber degan da'vo. İnkar qiluvchi kitobni bermayman degan inkor. Undaganda buning ikki xil sifat topildimi? Tamam. Endi mushtariga kelaylik, sotuvchi kelaylik. Bu sotuvchi da'vo qilgan eliqi ziyoda pulni zohiran inkor qiluvchiki 10 koyni bermayman. Men sana 90 koy berdim, 10 koy bermayman. Shunami? O'zim 10 koy. Ammo o'zining mabini topshirib olish haqqini da'vo qiluvchi 94 bo'lgan, men sana 94 bo'ldim, kitobimni berar. Kitobimni berdemakchi. Esingda bo'lsin, yerda bergan pul 90. Kitobni bermaglik. Sotuvchi 10 koyni berga da'vogar, kitobni bermaymaga inkor qiluvchi. Sotuvchi kitobni berga da'vogar, 10 koyni bermayman deganga inkor qiluvchi. Undaganda fakullu wahid minhuma sotuvchimi, sotuvchimi bir tarafdan da'vogar, yana bir tarafdan inkor qiluvchi. Da'vogarlik nuqtasida ikkilisining farqi yo'q. Undaganda har ikkilisi inkor qiluvchi sifat bilan sotlanadi, qazo mishada hukm chiqariladi. Undaganda har ikkilisi qasam qilib, avma qasam qiladi, ma'ma qasam qiladi. Chunki har ikkilisi nima? Javob inkor qiluvchi javobgar hisoblanadi. Mana ma'ning o'zi oshkor qiyos. As oshkor qiyos cho'qim bir taraf da'vogar, bir taraf javobgar bo'ladi. Da'vogar paket, javobgar qasam. Lekin mayada ahvolga o'xshamaydigan bir ahvol bor. İkili tarafdan da'vogar, ikkilisi bir tarafdan inkor qiluvchi. Da'vogarlik ikkilisiga paket olmagan, ikkilisi inkor qiluvchi hisoblanib, ikkilisi qasam qiladi deb, aslidagi qiyosdan chiqadi, yana bir qiyosga chiqamiz. Mana buning o'zi qiyos zohirdan qiyos xafiyga oshkor chiqqandan keyin misol. Masalan, bu yerda olib turdi, qiyos zohir deganimiz ma voqelikni da'vogar bilan inkor qiluvchi o'tirishga qanday voqelik qo'shib o'tish asli qiyos zohir. Undaganda paket da'vo qilgan ustiga bo'ladi, qasam inkor qilgan ustiga. Bunda bo'lsa, birisi qasam qilsa bo'ldi deydi to'q. Lekin qiyos xafi mavaqalik yuqori degandek da'vogar bilan inkor qilishni o'tirdigan voqelikka qiyos qilinmaydi, balki ikki da'vogarning o'tirdigan voqeligidir. O ikkisining har birisi birla vaqtda hem da'vogar hem inkor qiluvchi bo'lg'achqa, da'vogarlik sifati bilan paket bo'lmag'achqa, har ikkisi inkor qiluvchi sifati bilan qasam qilish kerak. Mana chiqarimizda Mavo ikkinchi misol savoqdoshlar. Endi Üçüncü misalda, yeni şu Hanefi ulemalarininki fiqh meselelerinden birini keltirimiz. Nassa fuqahaul Hanafiyya, Hanefi ulemaleri, fuqahalari şununga iniq işaret qilib, şunu oturup qo'ydiki, yirtqoch qushlarning eshib qolgan suyi, masalan, burkut, qağa, qarchuğa degandek iqob masalan, bazı deganlik qilib burkutning bir turi burkut oilasiga tava, hid'a degan mushu xil yirtqoch qushlar bor. Güç haram kılıngan ma kuşlarının eşip kalan suyu istihsanen pakize hüküm çıkar. Lekin kıyasen edeceğiz. Ben iki tane sual oldu. Birisi aşkar kıyas, birisi yuşun kıyas. Aşkar kıyas kısalsak necez? Yuşun kıyas kısalsak nemo pakiz. Hem de mişerde Hanefi ulemaları aşkar kıyasını taşlap yuşun kıyasını asas kılıp bu pakize hüküm çıkardı. Eşip kalan suyunu. Anda olsa kanına çıkardı, karab bakaydı. Vecihul kıyas dediğimiz aşkar kıyas mandak değil. Yani güçü haram kılıngan hayvanın eşip kalan suyu haramdı. Mesela çarvalarının, yırtquşlarının, hayvanlarının yırtquşlarının eşip kalan suyu okşaş. Fəhd desek, yılpız, yolvaz ve başka sırtlan mesela böre degendek. Bunda hayvanlarının hemmesininki güç haram boğaçqa eşip kalan suyu mu nemo haram. Nimişqa hayvanın eşip kalan suyunun hükmü onun güçünün hükmüge tabi.
Chunki suv ichgan vaqtda ig'izi suvga tegadi, ig'izda nima bor? Ig'izdan chiqadigan suv bo'ladi. Deb qo'ymizga, shalvur deb qo'ymizmi? Ig'izdan chiqadigan. Endi shalvur go'shtdan tug'iladigan bo'lg'achqa, go'shtdan chiqadigan bo'lg'achqa, go'sht harom bo'lgandan keyin go'shtdan chiqqan shalvurlarmi harom. Suv ichgandan keyin suvga shalvur tegadi, ig'izdan chiqqan shalvur tuturuklar shuning bilan suvmi harom bo'ladi deb bunda bir oshkor qiyos bor. Unda olganda mushu qiyos bo'yicha aytgan vaqtimizda yirtqich qushlarning go'shti harom bo'lg'achqa, ularning ichib qolgan suvi harom bo'lishi kerak. Lekin bu yerda maxfiy qiyosning biri chiqib qoldi. Vajhul istihson degani shu. Istihsonning yo'li degani maxfiy qiyosning yo'li bunda. Ya'ni qushlarning yirtqichlari, garchi ularning go'shtlari harom bo'lsa-mu, lekin uningki shalvuri, lu'ab degani ig'izdan chiqadigan ho'l, nambag'o, shalvur deb qo'ymizmi? Shu shalvuri uning go'shtidan tug'iladigan shalvuri ichib qolgan suvga aralashmaydi. Chunki qushlar hayvonlarga o'xshash ig'izni tiqib ichmaydi yoki tili orqali ichmaydi, tumushqa orqali ichadigan. Tumushqa orqali qiladi. Chunki u qushlar o'zining tumushqa orqali ichadi, tumushqa degan pokiz suv. Ammo hayvonlarning yutqishlari til orqali ichadi, tili nimaga aralashadi? Uning shalvuriga, adada shalukmi deb qo'yamiz, shaluklariga aralashadi. Shunga hayvonlarning ichib qolgan suvi najis, ammo qushlar shu suvning najis bo'lish illatida hayvonlarga o'xshamaydigan bo'lg'achqa, qushlarning ichib qolgan suvi pokiz. Asli zohir qiyos bo'yicha u yirtqich, bu yirtqich. Uning go'shti harom, buning go'shti harom bo'lg'achqa, ikkilasining ichib qolgan suvi harom bo'lishi kerak, najis bo'lishi kerak. Lekin mushu ichib qolgan suvining najis bo'lish degan hukmning illati ig'izdan chiqqan shalvur suvi tekkan bo'lg'achqa shuni hisob qiladi degan bo'lg'achqa, qushlar ig'izni chukurib bundalaqa tilni aralashtirib suvga tekkizib, manda ichmagan bo'lg'achqa, sung bilan ichgan, tumush degan bir suv emasmi qattiq? Tumush bilan ichgan bo'lg'achqa, tumush degan pokiz narsa. Mana nuqtadan qushlar ichib qolgan narsa nima pokiz, ana najis emas deb oshkor qiyosdan xafiy qiyosga chiqib oldik. Mao nimaning misoli? 3-chi misol, oshkor qiyosdan xafiy qiyosga chiqqanning. Mana fa fi kulli misal min hadhihi al-amsila, yuqoridagi misollardan har bir misolda ma'lum bir voqelikdagi ikki qiyos bir-biriga ta'arada zid keldi. Bu ikki qiyosning biri oshkora bo'lib, tushunchi tiz keladi. Yana birisi maxfiy, tushunchi nozik hamdi. Ana mujtahidga bir dalil shakllanib, maxfiy qiyosni tarjih qildi. Maxfiy qiyos qushluq dalili deganni tarjih qildi. Shuning bilan mujtahid oshkora qiyosni chetnab chiqib, oshkora qiyosni tashladi. Mana chetnab chiqish bizning shar'iy usuli istilohda istihson deb ataladi. Istihsonning dalili nima desa, hali istihson asoslangan dalil biz bayatning misollarida vajhul istihson deb yezib, keyin bayon qilingan ahvol shu istihsonning nimasi dalili bo'ladi. Mana yuqoridagilar istihsonning ikki turiga bo'lganmiz bayatdan, shu ikki turininki, birinchi turininki misoli, ya'ni oshkora qiyosdan xafiy qiyosga qanday qilib chiqishning misoli. Ikkinchi turining misollariga kelsak, istihsonning ikkinchi turining misollari nima degan to'qini? Kulli hukmdan juz'iy hukmni chiqarilish degan to'q emasmi? Buni misol kelaylik. Shari yo'q narsalarni sotishdan, yo'q narsaga to'xtam tuzishdan to'sdi. Payg'ambar alayhisolamning hadisida aniq qilib yo'q narsa sotilmasligi haqida, yo'q narsani sotishning haromligi haqida aniqlar hadisi bor. Yo'q narsa degani bizning ig'dorchiligimiz yoki tayyor emas narsa degan gap. Masalan, mening hozir mashinam yo'q, birisi kelib sizning mashinani olaymi desa, mashinam yo'q, lekin bo'pti sotay, men kelgusida yoki ertaga o'g'im bir mashina olaman, shuni sotay deb, bugun olmagan mashina sotsam xato. Bu kulli hukm. Bu hamma sohaga ma'lumdir. Termagan bug'doy, shundaymi? Sog'magan uy, olmagan mashina, ishlab chiqarmagan mahsulot, shundaymi? Etmagan tomoq ashxollardagi butun narsalar hozir bo'lmagan narsani sotishning o'zi to'g'ri emas. Ma'vo kulli shaklda chiqarilgan bir hukm. Lekin istihsonan degani, ash kulli hukmni, juz'iy hukmni kuchli dalilga tayinib turib chiqarilish nuqtasidan baisalam, ijara, muzaraa, musaqat, istisno qatorliq ma'volarga ruxsat qildi. Bularning hammasida navbatda to'xtam tuzayotgan vaqtda bir narsa yo'q. Mayli baisalam desam, og'a vaqtda malkah yo'q. Ijara desa, men ma do'konni ijaraga olaman, lekin ijaraga og'a vaqtimda do'konning hech nimasi yo'q.
İkinci menfaat nima? Muzara'a musaqat desa, bularni terimigan, ya'ni kelgusida kelar yil chiqadigan mahsulotga qarata qilgan to'xtamlar masalan fiqh babida hammasini bayon qilingan. Istisno desa, oldidan pul to'lab, mahsulotni oldin zakaz qilib yostish deymiz. Bularning hammasi mohiyatda bir qilishgan to'xtam. Lekin to'xtam qilingan narsa shu to'xtamlarda to'xtam qilgan vaqti yo'q. Mayli bey salam yoki ijara yoki muzaraa yoki musaqat yoki istisno olsun, hammasi biz deyishgan vaqtimizda yo'q narsalar. Anda bo'lgandan keyin haliqi cheklimi bo'yicha xato bo'lish kerak. Lekin istihsonan, ya'ni chiqqan ajrim bir dalil tufaylidan bularga ruxsat qildi. Bu yerdik istihsonning dalili, vajhul istihsonning dalili, masalan, juz'iyatning dalili bo'lsa-mu, kishilarningki ehtiyoji va urf odati. Masalan, istisno desak, hozir sizlar mashina do'koni yoki mashina tavkillariga vakolatdan setish o'rinlariga berib, manda mashina birisi lozim desanglar, ko'pincha qimmatbaholik mashinalar yo'q, masalan, tayyor. Sizlar oldin pul to'lab, mayli hammasini to'lasanglar yoki ma'lum miqdorda to'lasanglar, oldin zakaz qilsanglar, undan keyin amsa manchinchi oyning manchinchi kuni yo bir oy yo 2 oy 3 oydan keyin yasab akab birimiz deydigan bir gap bor. Sizlar to'xtamni avval tuzuvsizlarda, hisobda yo'q mashinani olasizlar, keyin yasab beradi sizlarga. Oshxonalarga kiramiz hozir. Masalan, har xil tomoqlarni buritamiz, ammo tomoqni buritgan vaqtida u tomoq tahi yo'q. U xamir holatda u. Biz burutgan saylarning hammasi xamsay holatda. Pishirmoqliq. Biz tomoqni burutib, zakaz qilib, pulni to'lab qo'ygandan keyin, undan keyin bizga etib pishirib chiqib turadi. To'xtam qilgan vaqti yo'q. Bular asli bayatdanki yo'q narsani setish, yo'q narsa bilan kelishim qilish to'g'ri emas degan bab bo'yicha xato qilish kerak bular. Lekin kishilarning urfsi shuning odatlandi. Oldidan etib qo'ysa, suvib qoladi. Oldidan yasab qo'ysa mashinani xaq olmay qolsa, zamondan qolib qolsa, modadan qolib qolsa setilmaydi. Bunun uchun savdogarlar mashta qilyapti, oshpazlar shunday qilyapti, ishlar hammasi shu bo'yicha mang'yapti. Ijoralarni o'tirib pulab oldigan bo'ldi, masalan, pul yoki oldidan pul to'lab ijorini kino o'tiradigan, oldinda biz o'ltamagan uy ijara to'laymiz masalan. Ammo odat shu bo'yicha o'rplashdi, kishilarning ehtiyoji shunga tushdi. Kishilarning ehtiyojimi dalil bo'ladi. Shuning bilan ma'nosida asli xato kulli hukmdan chiqarilib, juz'iy shaklda to'g'ri aylandi masalan. Bularning hammasi istihson deymiz. Masalan, bunun yeni bir misali fuqahalar mundaq bir hukmni oshkor keltirilgulik nassaligini. Amin odam boshqalarga bildi emasdan o'lib ketish sababli to'laydi. Demakchi o'g'ini menga birisi bir pulni omonat qo'ydi. Masalan, necha ming dollar yoki ma'lum bir qimmatli buyum. Men uni o'ylarning bir yeriga yoki xalqan bir yeriga tiqib etdim. Uni hech kimga bildirmadim. Mujahhilan degani shu. Hech kimga uqtamadim o'rnini. Men necha vaqtdan keyin o'lib ketdim hamda. Hech kimga demay o'lib ketib qoldim tuyuqsiz. Qanaqa qilsa to'laydi. Chunki tajhil, bildirmaganlikning o'zi buning ta'addining bir turiki, buning o'z had hududidan eshib ketishga, omonatdorlik had hududidan eshib ketish bo'ladi. Bu bir umumiy hukm, kulli hukm. Bu fiqh kitobida bor hukm. Endi bu kulli hukmning ichidan ma'lum birini chiqarib olamizki, dada, buva yoki veli, igo'g'an velininki mujahhilan o'lib ketsa chiqariladigan mavlud to'lamaydi. Yat odam bildamay o'lib ketsa, buning bir taqsiri hisoblansa, buning kamchilligi beparvoligi hisoblansa, u haqni amonat degan deb qo'yish kerak birisiga. Lekin dada, buva, velilar unda bo'lmaydi. Sabab nima desa dalilimiz vajhul istihson. Dada, buva, veli deganlarning har biri kichik bolalarga sarf qilish huquqi va ehtiyojlikni sarf qilish huquqi. Balkim u boshqalarga bildirmagan hali qamalni o'z yo'lida sarf qilib etgan bo'lish ehtimoli bo'lg'achqa yo'lliq tariqada ma'ni chuqur bir yerga tiqib qo'yib, yo'q qilib, zayo qilibdi degilolmaydi. Chunki bu ishlatib o'tgan bo'lishi mumkin kichik bolaga. Ma taraf bor. Demak, kulli hukmni ma'ni chiqarib oldik. Bu bir misol. Yana bir misol, yana Hanafi fuqaholar shuni aniq keltirdiki, amin odam amonatdor demakchi. Amonatdor odam to'lamaydi amonatni. Masalan, amonatni mening qishimda bir mashinasini birini qo'yib qo'ydi. Men o'zimning mashinasini saqlagandek chiroyliq garajlarga akirib qo'yib, masalan, mashina saqlash o'rinlariga saqlab qo'ydim. Shunda bo'lsa-mu mashina ma'lum sabablar tufayli tugishib ketdi. Mening kamchilikim emas. Bu vaqtdan to'lamayman. Illoki ta'addi bilan, o'zim masalan, xahma mashinasi bo'lib deb qattiq haydab, masalan, so'qab urib degandek vayron qilasam, yoki taqsir qilsamki, xahma mashinasi olib tursa, deb yo'lga tashlab qo'yib, masalan, chatag'im yo'q, qarmay, uni asirmay qo'yib vayron bo'lib ketsa, meni to'layman.
Ma bu umumi kulli hüküm. Amma istihsanen aşu tülmeydu degan hükümden için ecri müşterek qanday holatda olsun chiqarilmaydi ki bu to'laydi. Yani ecri müşterek qanday holatda olsun, meni taaddi qilsin, taqsir qilsin yoki qilmasin. Amanatni saqlashda beparvolik qilsin yoki qilmasin to'laydi. Ecri müşterek deganimiz masalan bir mashina remontchisi boshqalarning mashinasini akab berdi shu remontchini oldiga manamni hesab berasiz. Bo'pti 10 kun hesab beraman, tamam. Amsa man chiqib ishdoq ketdi. Remontchi mashinaga omonat beramiz. Omonat oldi mashina egasidan, lekin u odatdagi omonatlar emas. Ajr mushtarak deb qo'yamiz. Mashina shayda omonat elib, saqlab, o'ng'ashni pul oladi u. Ma nuqtadan har qanday shaklda to'laydi. Illoki endi uning qashidagi narsaning halokati tugashib ketishi qohira quvvatlandigini uning kuchi yetmaydigan. Masalan, mashina chayli qolib qo'ydi, mana shaharni butlay kalkun besib ketdi. Hech kimning amali yo'q uningga. Menda olib qolmaydi yana. O qolib qo'ydi mashinani, shu mahallaning hamisiga o't ketib, mashina bilib kelib ketdi. Uni to'lamaydi. Lekin normal har qanday shaklda, undan boshqa o'zining kuchi yetmaydigan anda sirtdan kelgan tabiiy ofat u bu degandek ishlar bilan emas. O'zini ta'addi qilmagan, taqsir qilmagan taqdirda har qanday bir sabab bilan hayron bo'lib ketsa, u to'laveradi. Bu yerdagi istihson nima desa, chunki mustajirlarni amin qilishga, remontchi o'zi pul elib, remont qildigan sho'g'achqa pul elib saqlaydigan sho'g'achqa uni joyida saqlash kerak. Xuddi hozirgi zamonda kelgan mashina saqlaydigan garajlar va alaqmada cho'ng-cho'ng mashina saqlash o'rinlari. Ular pul olib saqlaydi. Bular ajr mushtarak hisob, mashina shu yerda bir daxliga u bu uchrab qolib qolsa, ular o'xshash to'laydi. Mayli taqsir qilsin, qilmasin. Bu bir misol. Yana bir misol, Hanafi fuqaholar shunga eskeltirdiki, mahjur alay. Mana bunga to'g'ri odam. Yani mesela bir adam o'zi cho'ng bo'lgan bilan aqlsiz, aqli pishib yetilmagan, o'zining iqtisodini, dadasidan qolgan meros iqtisodi bor, masalan, u topgan bo'lsa, o joyda xaylaydi uni. Aqlsizlik tufaylidan buzib chechirish ehtimoli bo'lib qolsa, bu to'ng'utildi buning pulisi. O'zining yeydig'iga, ichdig'iga, turmush ehtiyojiga berilib qolgan pullarni sarf qilib qo'ymaydi. Bundaqa odam mahjur alay degan shu. Uning i'onasi to'g'ri emas. Bu umumiylik bir qoida. Ma kulli qoida ma. Buning ichidan bir i'onani chiqarib olamizki, amma istihsanan o'ziga hayot muddatida vaqt qilas, o'zining mollarini mushu pulni o'zim xaylayman deb bir pulni ayirib, masalan, o'zga, bunda boshqa yerga emas. O'zining yemak-ichmak ulamdi yoki turarlik usulamdi o'zga vaqt qilsa, buni to'g'ri deymiz. Dalil nima desa, bu yerdagi juz'iyatning dalili va juz istihsandagina juz'iy hukmni ayirib chiqarishning dalili uning o'ziga qilgan vaqtida dal uning mol-mulklarini zayo ketishdan saqlash. Chunki yerdagi to'ng'iltishning asosiy maqsadi boshqa yerga sarf qilib kim o'zi muhtoj bo'lib qolishning oldini oladi. Ana o'ziga sarf qilsa bo'laveradi. Mana mavu to'ng'iltishdan bo'lgan g'araz bilan hada yattafiq wal gharada min al hijj alayki to'ng'iltishdan bo'lgan g'arazdan maslashadi mavu. Maslashgan bo'lg'achqa buni yejizlaymiz masalan. Demak, yuqorqi misollarning har misolda kulli hukmning ichidan ma'lum bir dalilga tayanib juz'iydan birisi chiqarib olinildi. Mana biz buni shar'an yoki usuliylarning islohida al-istihson deb ataydi. Unda istihson biz darsning boshida ta'rif qilgandek, yo jali qiyosdan chiqib xafiy qiyosni tutish kuchlik deb qaradi. Yoki kulli hukm o'zidan ma'lum dalilga tayanib turib, ma juz'iy hukmdan birini qanaqa qilish, chiqarib olish, ma'ni hisoblanadi, istihson hisoblanadi. Buni yuqorqi misollar bilan yaqchan tushundim. Endi buning hujjatlik masalasiga kelsak, bu bir talash o'rni Bulupmu Şafii mezhepteki ulamalar istihsanı itiraf qilmaydi. Ama mahiyette bularning itiraf qilmagan istihsani bilan Hanafi mezheptekilar itiraf qilgan istihsanning xarakteri o'xshamaydi. Endi biz davomli deb kelyapmiz. Bu haqda ulamalar bir zaman yaşamagan bo'lg'ach, bir ustalning ustiga kelib, aslning dalil ma'vo, bizning dalil ma'vo deb munda o'tamagan bo'lg'ach, ma'lum bir taraflarga atalg'u masalasi tufayli, atalg'u birlik tufayli o istihsonni itiraf qildi, ma itiraf qilmadi. Ani itiraf qilgan istihson deb atagan ishning xarakteri ma itiraf qilmagan istihson deb atagan ishning xarakteridan o'xshamaydi. Mahiya ba'zi jihatda. Ba'zi o'xshamaydi. Mushu nuqtaga to'g'ri kelishi mumkin. Shuni deymiz, istihsonning ta'rifotida min ta'rif al-istihsan va uning ikki turini bayon qilishdan shu oydinlashadiki, istihson amaliyotda mustaqil tashriq manbasi emas. Chunki diqqat. Istihsonning birinchi turi qiyosga tabiish. Ikkinchi turi ya'ni ayrim dalilga tabiish masalan. Chunki birinchi turining ahkomlari uning ikki turining ichidan buning dalili qiyos xafi, anda qiyos xafiki qiyos jaliga tarjih qilingan. Yani mujtahidning qalbi aram topgan tarjih qiluvchi omillar bilan tarjih qilingan qiyos xafi. Qiyos mustaqil bir dalil. Istihson faqat ayrim atalg'i bas.
olsunmu, delil şu muraccihat olsunmu, istisna delili şu. Ama ikinci türün ahkamları ama istisnanın iki türünün içindeki birisi. Onun delili maslaha mursalaki, onun ikinci söz deyimiz. Bu cüz'i hükümlü kulli hükümlüsünün çıkarılışını taqazo qilgan. Onun da bu yerda vecil istisnan deb iborat keltirib hesabda istisnan ya qiyasga tava yoki maslaha mursalaki tava. Biz kitobimizda başlagan muasir ulamalarning ba'zisi shar'iy adillarni 5 qilandiradi. 5 ga bo'lib, masalan, urf istihsanning bir turi va boshqalarini maslahaning ichiga kirgizsa, istihsanning yana bir turi va boshqalarini qiyosning ichiga kirgizadi. Undan istihsan asli mustaqil bir dalil emas. Buni ikki turi bilan qo'shgan vaqtda bir turi qiyosga tava, bir turi maslaha mursalga tava. Endi istihsanni hujjat qilganlar bular Hanafiy ulamalarining ko'pincha buning dalili hujjatlik haqida. Istihsan bilan dalil keltirganlik amaliyotda innama degan amaliyotda qiyos xafiy dalil keltirganlik bo'ladi. Bu qiyos xafiy, qiyos jaliga tarjih qilinadigan qiyos xafiy. Yoki bo'lmasa bir qiyosni shundan qarshi qiladigan, ya'ni qiyosni tarjih qilganlik bo'ladi. Murtajihni taqozo qilgan dalilga tayinib. Bu bir. Yoki bo'lmaganda kulli hukm uchun juz'iy hukm chiqarib oladigan maslaha mursal dalil qilganlik. Unda olganda ulamalarning hammasi qiyosni e'tirof qiladi. Bizning akagrimiz bil qiyos. Maslaha mursal e'tirof qiladi, bizning akagrimiz maslaha mursala. Istihson degan gap ikkisidan orib chiqqan bir tur. Amaliyotda tafsiliy ichiga kirib tafsiliy ayirsak, u aniga tava, ma'noga tava. Istihsonni e'tirof qildik deganlik, qiyosni e'tirof qildik deganlik, maslaha mursal e'tirof qildik deganlik. Qiyosni e'tirof qiladigan, maslaha mursal e'tirof qiladigan istihson e'tirof qilish kerak deydi bular. Bularning bu gibi o'rinliq. Endi hujjat qilmaydiganlarning shubhasiga kelsak, mujtahidlarning bir bo'laklari istihsonni inkor qilib, buni shar'iy ahkomlarning o'zining xohishi, o'zining havisi bilan hukm chiqarganlik, hukm yakundalik deb qata qoldi. Mushu firqaning beshida Imom Shafiy rahimahulloh va Imom Shafiy bunday deganlikni naql qildi. Anglab boqqan Imom Shafining gapini, qanday odam istihson qilsa bid'at yo'q ishni paydo. Faqat shar'a degani o'zi chaqlab shariat yo'l qo'ygan bo'ldi degan gap va ya'ni o'zining qashni shariatni paydo qildi degan bo'ladi. Imom Shafiy o'zining usul risolasida deydi, bir hukmni istihson qilgan odamning misoli namozda matrab Ka'ba deb o'zi shu Ka'ba deb hisoblab, xalqan bir tarafga oltini qilib namoz o'qigan odamning misoliga o'xshaydi. Ya'ni u odamga shariat Ka'baning tarafini muayyanlashtirishga to'g'izgan dalillarni bir dalil tutmasdan deb ma'no o'xshatgan. Va shu usul risolasida ham buni qaror qilganki, istihson degan xohish bo'yicha, talazzuz degan xohish bo'yicha qilish. Agar dinda istihsonni tutish durusligiga o'xshab qolsa, shu ilm ahlidan boshqa aqlli odamning hammasi durust bo'laveradi va dinda har babda qonun chiqarish, yo'l qo'yish durust bo'laveradi va har odam o'ziga bir shariatdan birini yo'l qo'ysa bo'laveradi deb mana degan. Imom Shafiyning margibiga qaragan vaqtda Imom Shafiyning tushunchasiga istihson butlay xohishga tayinib, "Ma'ish bo'g'dakchima, mal xil yaxshi o'xshaydi" deb turib istihson qilishni o'ylaydigandek turadi, lekin endi yana qarab baqsaq bo'ladi. Endi avtor o'zi bu gapga qarata qanda raddiya berdi desa, "Vaz-zahiruli" menga oshkor o'g'ini deb turamdi. Istihson haqida ixtilof qilgan ma ikki fariqa uning ma'nosini muayyanlashtirishda ittifoq kelmayligini, "Avo, to'g'ri" deganlar boshqa istihsonni davatdi. Atalg'i birlashib qolgan bilan ichidagi maqsad boshqa. Xato deganlar boshqa istihsonni maqsad qilgan. Ikkisining davatqini bir istihson emas davatdi bu odamda. Hujjat qildiganlar istihsondan, hujjat qilmaydiganlar iroda qilgandan boshqa ma'no iroda qilganlik. Agar ular uning ma'nosini muayyanlashtirishga ittifoq kelsigini bir ustalning atrofiga kelib o'tirib, istihson degan nima edi deb ikkisi birisi bilan deyishib, "Ha, mundaqmidi" deb hukm chiqarishgan bo'lsa, maxtalafu fil ihtijaj bihiki buning bilan hujjat keltirishga ixtilof qilmagan bo'ladi. Chunki taqiqlagan vaqtimiz istihson degan nima desa, oshkor dalildan, kulli hukmdan mushuni taqozo qilgan bir chanat chiqishni taqozo qilgan dalil tufaylidan chiqib ketish degan gap. Bu qandoqdir xohishlarni hukm chiqarish deganlik emas. Ikkilasining dalili bor. Oshkor qiyosning dalili bor, xafiy qiyosning dalili bor. Xafiy qiyos deb atashning sababi mavkallig'i tizganmaydi. Ammo qiyos daliliga tayinadi, ma'no daliliga tayinadi. Ma'no sal kuchliroq bo'lib, mush voqealarga daqiq tushilgan bo'lg'achqa, ma'no tutganligimiz bas. O qandoqdir xohishdan chiqarganlik emas. Har qanday qozining kallasida aqlida vaqaliklarning nurg'ullarida maslaha haqiqiy oydinlashadi-da. Maslaha juz'iyatda oshkor qonun taqozo qildigan hukmdan chiqib ketishni taqozo. Masalan deylik, qozi asos qonun bo'yicha hukm chiqarsa oldidagi odamni o'limga hukm qilish to'g'ri keladi. Lekin o'ylab baqsa, bu odamga isbot bo'lmagan bilan atrofdagi dalillar, faktlar bu odamning bu masala haq ekanligini isbotlab to'xtatdi. Mushu qonun tushmaydigan o'xshaydi deydigan bir ahvollar paydo bo'ldi aniqlar. Dal istihson degan mushu xil gap shu. Ya'ni dalilga tayinib turib dalildan chiqish. Avval bir dalilga tayinib ma'lum bir hukmni chiqargan,
Yeni bir delil, mananın küçükroq delil kelib qolganlik berdim, ma delilni qo'yib qo'yib, managa chiqqan. Demak, ikkalasi delil buningki. Birisi kuchli, birisi aziz. Kuchli tutqanlar yeri bor. Qanaqdir xohish chiqqanlik emas bor. Shunga Imom Shotibiy rahimahulloh muvaffaqati deydi, qandaq odam istehson qilgan bo'lsa, o'zining ishtiyoqi, xohishi bilan qaytgan bo'lmaydi u. Faqatlam u shariatning maqsadini umumiy nuqtada, umumiy jihatdan shariatning maqsadini bilingan mazmunga qaytgan bo'ladi. Shu yuqori o'tirib qo'yilgan masalalar masalan bu masala ham shunday masalaga o'xshashki, buningda qiyos berishni taqozo qiladi, lekin oshi ish bir tarafdan bir manfaatni yo'qotib o'tish yoki ziyonni bir aklishni taqozo qilgan bo'lsa, biz manfaatni yo'qotish, ziyonni aklishga qarab turib, qiyosni qarab turib, man asos qilgan ish bu deb Imom Shotibiy rahimahulloh istihsonni aqlagan. Shuning bilan bizning istihson to'g'riliq deydigan darsimiz tugadi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.